Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani ochiq va tushunarli qilib tushuntiraman. Pensiyaga qo'shimcha to'lovlar bor. Lekin ko'pchilik bu haqda bilmaydi. Bilmagani uchun pulni olmay yuradi. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki ota-onasi, buvisi, bobosi, qarindoshi pensioner bo'lgan har bir oilaga tegishli. Agar siz bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, kimlar qo'shimcha pul olishi mumkinligini, qayerga murojaat qilish kerakligini, qanday hujjat tayyorlash kerakligini aniq bilib olasiz. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot bir oilaning oyma-oy daromadiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Men ko'p yillardan beri pensiya masalalarida odamlarning savollarini ko'rib kelaman va eng ko'p uchraydigan holat shuki, pensioner o'ziga tegishli qo'shimcha to'lov borligini bilmaydi. Pensiya tayinlangan karta yoki naqd pul orqali olinadi. Odam shu miqdorga ko'nikib qoladi. Pensiya jamg'armasi yoki mahalla tomonidan biror qo'shimcha imkoniyat haqida alohida kelib tushuntirilmasa, pensioner menga shuncha chiqarkan deb yuraveradi. Asl muammo ham shu yerda. Qonun yoki tartibda ayrim toifalarga qo'shimcha ustamalar, kompensatsiyalar, parvarish puli, ish staji bo'yicha qayta hisoblash, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik holatlariga bog'liq qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Lekin odam ariza bermasa yoki hujjatini to'liq topshirmasa, bu pul avtomatik tushmasligi mumkin. Oldin qanday edi? Avvallari ko'p ishlar qog'oz hujjatlar asosida yurardi. Mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxivdan staj tasdiqlovchi hujjat, harbiy xizmat, bolani parvarish qilgan davr, zararli ish sharoiti, imtiyozli kasb bo'yicha ma'lumotlar alohida yig'ilardi. Agar biror hujjat topilmasa, o'sha davr pensiya hisobiga kirmay qolishi mumkin edi. Odamlar esa ko'pincha hujjat yo'q ekan, demak bo'lmaydi deb taslim bo'lardi. Hozir esa davlat xizmatlari, elektron bazalar, MyPopka o'z pensiya jamg'armasi bo'limlari. Mahalla orqali ayrim ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati kengaydi. Lekin o'zgarish shundaki, imkoniyat ko'paygani bilan hamma pensioner ham undan foydalana olmayapti. Ayniqsa yoshi katta insonlar internetdan foydalanmaydi. Ariza yozishni bilmaydi. Qaysi huquqi borligini eshitmagan bo'ladi. Shuning uchun men yashirishmoqda degan gapni ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman. Har doim kimdir ataylab yashiryapti deb aytish to'g'ri emas. Lekin amalda ma'lumot yetarli tushuntirilmagani, hujjat talablarini oddiy tilda aytib berilmagani, pensionerning o'zi so'ramagani sababli qo'shimcha pul olmay qolayotgan holatlar juda ko'p. Natijada odam qonuniy haqidan bexabar bo'ladi. Men bugun aynan shu bexabarlik davorini buzmoqchiman. Eng avvalo, kimlar qo'shimcha to'lov masalasiga jiddiy qarash kerak. Birinchi navbatda, pensiyasi juda kam chiqayotgan pensionerlar. Masalan, bir odam 30 yil ishlagan, lekin pensiyasi atrofdagilarnikidan ancha past. Bunday holatda savol tug'iladi. Barcha ish staji hisobga kirganmi? Ish haqi to'g'ri olinganmi? Mehnat daftarchasidagi yozuvlarda xato yo'qmi? Arxivdagi ma'lumotlar topilganmi? Men ko'rgan holatlarda odam 1985 yildan 1992 yilgacha bir korxonada ishlagan, lekin korxona yopilib ketgani uchun o'sha yillar hisobga kirmagan. Keyin arxivdan ma'lumotnoma topilgandan so'ng pensiya qayta hisoblangan. Ba'zida oyiga 100 ming so'm, 200 ming so'm, ayrim holatlarda undan ham ko'proq farq chiqishi mumkin. Bu bir qarashda kichikdek ko'rinadi. Lekin yiliga 1 million 200 ming yoki 2 million 900 ming so'm degani. Pensioner uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat puli, ikkinchi toifa. Nogironligi bo'lgan pensionerlar yoki nogiron farzandni parvarish qilayotgan oilalar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak, chunki to'lov turi pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki parvarish puli bo'lishi mumkin. Odamlar bularni bir-biriga aralashtirib yuboradi. Masalan, bir ayol yoshligidan nogiron farzandini parvarish qilgan, o'zi ishlay olmagan. Keyinchalik pensiya yoshiga yetganda uning staji kam bo'lgani uchun minimal miqdorga yaqin pensiya tayinlangan. Lekin u parvarish davri bo'yicha yoki ijtimoiy yordam bo'yicha qo'shimcha imkoniyat bor yo'qligini tekshirtirmagan. Bunday vaziyatda hujjatlarni ko'rib chiqish kerak. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, nogironlik guruhi, parvarishga muhtojlik holati, birga yashash ma'lumoti, mahalla dalolatnomasi oldingi murojaatlar. Men har doim aytaman, menga hech narsa berilmaydi deb o'ylamang. Avval rasmiy tekshirtiring. Uchinchi toifa, boquvchisini yo'qotgan oilalar. Masalan, vafot etgan, ayol pensiyada,
yoki voyaga yetmagan farzandlar bo'lgan. Ba'zan marhumning ish staji asosida boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki qo'shimcha to'lov masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin oilada kimdir baribir foydasi yo'q deb hujjat topshirmaydi. Natijada bola yoki beva ayol o'ziga tegishli yordamdan mahrum bo'lib qoladi. Bunday holatda o'lim guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, marhumning mehnat faoliyati, daromadlari va pensiya hujjatlari tekshiriladi. Men buni alohida ta'kidlayman. Marhum odamning hujjatlari pulga ta'sir qilishi mumkin. 4-toifa urush qatnashchilari, front o'rta mehnatkashlari, alohida xizmatlari bo'lgan shaxslar, davlat mukofotlariga ega bo'lganlar, zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar. Masalan, kon, kimyo, metallurgiya, issiq seks, radiatsiya xavfi, yer osti ishlari, tibbiyotning ayrim xavfli yo'nalishlari, pedagogika yoki boshqa imtiyozli kasblar bo'yicha maxsus tartiblar bo'lishi mumkin. Har bir holatda umumiy gap bilan xulosa qilish mumkin emas. Hujjatda lavozim nomi qanday yozilgani, korxona ro'yxatda bo'lganmi, ish sharoiti tasdiqlanganmi, to'liq stavkada ishlaganmi, hammasi ahamiyatli. Men bir misol keltiraman. Odam 20 yil operator bo'lib ishlagan, lekin oddiy operator emas. Zararli ishlab chiqarishda smenali tartibda ishlagan. Agar hujjatda bu aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, unga imtiyoz qo'llanmasligi mumkin. Shuning uchun eski mehnat daftarchasidagi bitta so'z ham katta farq qiladi. 5-toifa. Pensiya tayinlangandan keyin ham ishlagan pensionerlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqqach yana ishlaydi, lekin keyin pensiyasini qayta hisoblatish kerakligini bilmaydi. Yoki bu avtomatik bo'ladi deb o'ylaydi. Ayrim tartiblarda ishlagan davr, to'langan ijtimoiy soliq yoki ish haqi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun pensioner 3 yil qorovul bo'lib ishladi, keyin ishdan chiqdi. U men baribir pensiya olyapman-ku deb yurdi. Lekin qayta hisoblashga asos bo'ladigan ma'lumotlar bo'lsa, pensiya oshishi mumkin. Buning uchun ish joyidan ma'lumot, mehnat shartnomasi, daromad va to'lovlar haqidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Kimlar xavotir qilmasligi mumkin? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha staj elektron bazada to'lib ko'ringan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri olingan bo'lsa, qo'shimcha imtiyozli toifaga kirmasangiz, pensiya jamg'armasidan rasmiy hisob kitobni olib tekshirgan bo'lsangiz, unda katta xato bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir kamida bir marta pensiya hujjatingizni ko'zdan kechirishni maslahat beraman. Chunki xatolar ko'pincha men hammasi joyida deb o'ylagandim degan odamlarning hujjatidan chiqadi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Qo'shimcha to'lovni nafaqa bilan adashtirish. Pensiya boshqa, ijtimoiy nafaqa boshqa, kompensatsiya boshqa, moddiy yordam boshqa. Masalan, mahalla orqali beriladigan bir martalik yordam doimiy pensiya ustamasi degani emas. Yoki bayram oldidan beriladigan bir martalik pul har oy tushadigan qo'shimcha to'lov emas. Pensionerlar ko'pincha falonchi oldi. Men olmadim deb solishtiradi. Lekin falonchining nogironlik guruhi, urush qatnashchisi maqomi qaramog'ida nogiron farzandi, yolg'iz yashash holati yoki boquvchisini yo'qotganlik asoslari bo'lishi mumkin. Shuning uchun solishtirish kerak, lekin ko'r-ko'rona xulosa qilmaslik kerak. Ikkinchi tuzoq, ariza bermaslik. Juda ko'p holatda inson davlat o'zi biladi, o'zi hisoblaydi deb o'ylaydi. Ayrim ma'lumotlar elektron bazadan olinadi. Lekin bazada yo'q hujjatni hech kim osmon topib qo'ymaydi. Eski korxona yopilgan bo'lsa, arxivga so'rov berish kerak. Mehnat daftarchasida yozuv noaniq bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat kerak. Nogironlik holati bo'yicha yangi xulosa chiqqan bo'lsa, uni pensiya organlariga yetkazish kerak bo'lishi mumkin. Agar pensioner boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, manzil va hujjat mosligi tekshiriladi. Shuning uchun men har doim aytaman, og'zaki so'rash yetarli emas, yozma ariza berish kerak. 3-tuzoq, menga rad javobi berishdi deb to'xtab qolish. Rad javobi ham hujjat. Agar sizga og'zaki bo'lmaydi deyishsa, bu yetarli emas. Siz yozma javob so'rashingiz kerak. Yozma javobda nima sababdan rad etilgani ko'rsatiladi. Staj yetarli emasmi? Hujjat noto'g'rimi? Muddat o'tganmi? Toifa mos emasmi? Ma'lumot tasdiqlanmaganmi? Ana shundan keyin muammoni tuzatish mumkin. Masalan, rad javobida 1998-1990 yillar staj tasdiqlanmagan deyilsa, siz arxivdan aynan shu yillar bo'yicha ma'lumot so'raysiz. Agar lavozim imtiyozli ro'yxatga mos emas deyilsa, korxona buyruqlari, shtat jadvali, lavozim yo'riqnomasi kerak bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat, muddat va qayta hisoblash sanasi.
Ayrim to'lovlar ariza berilgan kundan boshlab tayinlanadi. Ayrimlari oldingi davr uchun qayta hisoblanishi mumkin, ayrimlarda esa cheklov bo'ladi. Shuning uchun bugun bilib, ertaga qoldirish xato. Har oy kechiksangiz pul yo'qotishingiz mumkin. Masalan, pensioner qo'shimcha to'lovga haqli, lekin akis oy ariza bermagan. Agar to'lov faqat ariza kunidan boshlab tayinlansa, o'sha akis oy uchun pulni ola olmasligi mumkin. Shu sababli men tomoshabinlarga aytaman, hujjat to'liq bo'lmasa ham avval maslahat oling, keyin rasmiy ariza topshiring. Ariza qabul qilingan sanani saqlab qo'ying. 5-nozik jihat, yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Ko'p joylarda yolg'iz keksalar bo'yicha ijtimoiy xizmat, moddiy yordam, parvarish, uyda xizmat ko'rsatish kabi mexanizmlar bor. Lekin yolg'iz degani faqat farzandi chet elda degani emas. Rasmiy yashash manzili, oila tarkibi, qarindoshlarning ro'yxatda turishi haqiqiy yashash holati. Mahalla dalolatnomasi tibbiy ehtiyojlar ahamiyatga ega. Misol uchun, kampir bir o'zi yashaydi, lekin uy kitobida o'g'li ham ro'yxatda turadi. Amalda o'g'li boshqa viloyatda yoki boshqa davlatda yashaydi. Bunday holatda mahalla va ijtimoiy xizmat organlari haqiqiy vaziyatni dalolatnoma bilan ko'rsatishi mumkin. Agar buni qilmasa, kampir rasmiy jihatdan yolg'iz emas deb yordamdan chetda qolishi mumkin. 6-nozik jihat, bank kartasi va pul tushumlarini tekshirmaslik. Ba'zi pensionerlar kartani farzandiga berib qo'yadi. O'zi SMS ko'rmaydi. Bank ilovasidan foydalanmaydi. Natijada qaysi oy qancha pensiya tushganini bilmaydi. Men bunday holatda har oy bankdan yoki bankomatdan ko'chirma olishni maslahat beraman. Chunki qo'shimcha to'lov tushdimi, ushlab qolish bo'ldimi? Qarzdorlik yechildimi? Hammasi ko'rinadi. Agar summa birdan kamaygan bo'lsa, sababini aniqlash kerak. Ba'zida ijro hujjati, kredit, aliment, kommunal qarzdorlik yoki texnik xato ta'sir qilishi mumkin. Pensioner pulini o'zi nazorat qilmasa, keyin isbotlash qiyinlashadi. 7-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Men pensiyangizni oshirib beraman, oldindan pul bering, qo'shimcha to'lov chiqarib beraman. Tanishim bor degan gaplarga ishonmang. Pensiya bo'yicha rasmiy murojaat pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, Mayponkab-Kubuz, mahalla yoki vakolatli ijtimoiy organlar orqali bo'ladi. Hech kimga pasport nusxasini, bank karta PIN kodini, SMS kodini bermang. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman, qo'shimcha to'lov olish uchun pora berish kerak emas, tanish kerak emas. Eng kuchli rolingiz hujjat va yozma ariza. Endi nima qilish kerakligini aniq bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya miqdoringiz va uning hisob-kitobini tekshiring. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qiling. Mening pensiyam qanday staj va qanday ish haqi asosida hisoblanganini yozma ko'rinishda berishingizni so'rayman deb ariza yozing. Agar sizning o'zingiz borishga imkoningiz bo'lmasa, ishonchnoma orqali farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz murojaat qilishi mumkin. Ikkinchi qadam, barcha hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, vafot etgan shaxs bo'yicha o'lim guvohnomasi, bank rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatning nusxasini alohida papkada saqlang. Asl hujjatni topshirib yubormang, faqat talab qilinganda ko'rsat yoki nusxasini bering. 3-qadam. Mehnat stajida bo'shliq bor yo'qligini aniqlang. Masalan, siz 1979 yildan 2005 yilgacha ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiya hisobida faqat 1909 yildan keyingi davr ko'ringan bo'lsa, bu katta muammo. Har bir ish joyingizni daftar qilib yozib chiqing. Qaysi yili kirdingiz, qaysi yili chiqdingiz, korxona nomi nima edi? Keyin nomi o'zgarganmi, yopilganmi, boshqa tashkilotga qo'shilganmi? Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivga so'rov beriladi. Arxiv ma'lumotnomasida ishga kirgan va chiqqan sanalar, lavozim, ish haqi, buyruq raqamlari ko'rsatilsa, bu pensiya uchun juda muhim. 4-qadam, alohida maqomingiz bor yo'qligini tekshiring. Nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs bo'lishi, yolg'iz yashash, zararli mehnat sharoiti, davlat mukofoti, urush yoki unga tenglashtirilgan maqom, bolalikdan nogiron farzandni parvarish qilish kabi holatlarning har biri pensiya yoki ijtimoiy to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda menimcha menga tegishli emas deb o'zingiz xulosa qilmang.
rasmiy organlardan yozma tushuntirish oling. 5-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak. Mening pensiyamni qayta hisoblab berishingizni, hisobga olinmagan ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar, nogironlik yoki boshqa asoslar bo'yicha qo'shimcha to'lovga huquqim bor yo'qligini tekshirishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar ro'yxatini ilova qiling. Ariza qabul qilingan sana. Kirim raqami yoki elektron murojaat raqamini albatta saqlang. Bu keyin juda kerak bo'ladi. 6-qadam, javobni kuting va javobni tahlil qiling. Agar pensiya oshirilsa, qaysi sanaddan oshirilganini tekshiring. Agar oldingi oylar uchun qayta hisoblangan pul chiqsa, u alohida tushishi mumkin. Agar rad javobi kelsa, sababini o'qing. Tushunmasangiz, rad etish asoslarini batafsil tushuntirib berishingizni so'rayman deb qayta murojaat qiling. Kerak bo'lsa, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga, adliya organlariga, xalq qabulxonasiga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Lekin sudga borishdan oldin hujjatlarni tartibga keltirish, yozma javoblarni yig'ish kerak. 7-qadam. Yaqinlaringizga yordam bering. Bu videoni ko'rayotgan ko'pchilik yoshlar bo'lishi mumkin. Sizning onangiz, otangiz, buvingіз yoki bobongiz pensiya masalasida o'zi yugurib yura olmasligi mumkin. Ular uyatchan bo'ladi. Borib nima qilaman? Xafa qilib qo'yaman. Menga baribir berishmaydi deb o'ylaydi. Siz ularning hujjatini ko'rib chiqing. Bank tushumlarini tekshiring. Pensiya hisob kitobini so'rab oling. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi butun pensiya miqdorini o'zgartirib yuboradi. 8-qadam. Har yili kamida bir marta vaziyatni tekshiring. Qonunchilik. Minimal miqdorlar, ustamalar, ijtimoiy yordam tartiblari o'zgarib turadi. Bugun tegishli bo'lmagan narsa ertaga tegishli bo'lishi mumkin. Ayniqsa nogironlik guruhi o'zgarsa, oila tarkibi o'zgarsa, boquvchi vafot etsa, pensioner ishlashni to'xtatsa yoki yangi hujjat topilsa, pensiya masalasini qayta ko'rib chiqish kerak. Pul o'zidan keladi deb kutish, afsuski, ko'p hollarda yo'qotishga olib keladi. Bugun men sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Pensiyaga qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki qayta hisoblash imkoniyatlari bor bo'lishi mumkin, lekin ularni olish uchun huquqingizni bilishingiz, hujjatlaringizni tekshirishingiz va yozma murojaat qilishingiz kerak. Hech kimga ishonib pul bermang, og'zaki javob bilan to'xtamang, har bir narsani hujjat bilan isbotlang. Agar pensiyangiz kam deb o'ylasangiz, ish tajingiz to'liq hisoblanmagan bo'lishi mumkin. Agar oilangizda nogironlik, boquvchisini yo'qotish, yolg'iz yashash, zararli ish sharoiti yoki boshqa alohida holat bo'lsa, albatta tekshirtiring. Agar bu mavzu siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizning pensiyangizda shubhali kamchilik bormi? Qo'shimcha to'lov haqida oldin eshitganmisiz? Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganmisiz? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir insonning oyma-oy daromadini oshirishi eng muhimi, o'z qonuniy haqqini qaytarib olishga yordam berishi mumkin.